2025-yilda uyga aboy yopishtirish narxlari necha pul bo'lyapti degan akalarimiz uchun qisqacha ma'lumotni beramiz. Jaydari bola kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. 2025-yilda bugun biz Farg'onaning Rishtondamiz. Aboy yopishtirish narxlarini yoritib beramiz hozirlarga. Hozirgi kunda tayyor qumsuvoq bo'lgan yangi devorga 1 kvadrat metri necha pul bo'lyapti degan akalarimiz uchun ustakamiz mana bu yerda. Ustaga hormanglar endi. Va alaykum assalom. Hozirgi kunda tayyor devorga 1 kvadrati necha puldan bo'lyapti? 1 kvadrati 40 ming so'mdan bo'lyapti. Aha, tayyor devorga. Yaxshi tekis devor. Ikkisi shpakilovka tortilib, aboy yopishtirishlari 40 ming so'mdan. Aha, endi agar notekis devor bo'ladigan bo'lsa-chi, devorni ozmas to'g'rilab ishlov berilsa 50 mingdan 60 minggacha bo'lyapti. Aha, 1 kvadrat 50 mingdan 60 minggacha bo'lyapti. Aha. Endi aboyning narxini aytdik. Atachento, misol uchun ko'pchilikka aboy yoqmasligi mumkin. Atachento qilib berilsa, atachentolarning narxi necha pul bo'lyapti kvadrat? Atachentoni 70 ming, 75 ming holatiga qarab qilib beryapmiz uni. 80 ming. Aha. Hali devorda agar devor notekis bo'lib, biz ancha ishlov beradigan bo'lsak, narx ko'tarilib ketaveradi. Aha. Oxirgi narx 75 mingdan qilib beryapmiz. Juda ham zo'r. Endi mana bu yopishtiradigan pokaklaring yoki mana buni o'rniga tiyaga yopishtirsalar, lepga tiyagalaring qanaqa bo'ladi? Metr. Ularni pagana metri 20 ming so'mdan bo'lyapti. 20 mingdan yopishtirib beryapmiz. Bitirib berishidan. Ha, rangigacha bitirib berishlar. Bezagigacha, oxirigacha qilib beryapmiz. Ularni 20 ming so'mdan. 20 ming. Endi shpakilovka rangchi, misol uchun mana X-lok shpakilovka tortilgan patologga X-lok rang berilgan. Shu necha pul bo'ladi kvadrat? Buni 35 mingdan beryapmiz. 35 ming so'mdan kvadrati. Kvadrat. Aha. Chunki mehnati ko'p buni ham, ancha. Shpakilovkani mehnati ko'p. 35 mingdan shpakilovka ranglar qilib berilyapti. Agar shu patologga ham aboy bo'ladigan bo'lsa, o'sha nimani pulida bir xil ketadimi yo boshqacha bo'ladi? Agar patologga katta bo'lmaydigan bo'lsa, qilib beraveramiz. 40 mingdan. 40 mingdan qilib beraveramiz. Aha. Agar ob'yom katta bo'lsa, holat juda murakkab bo'lsa, ichiga qo'shilib qoladi, narxi. Narx qo'shilib qoladi. Qadrdonlar, mana bu ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham juda ham chiroyli chiqqan. Bu aboylarimiz Farg'onaning Polsha bozoridan olingan Mir Atlas do'konidan olingan aboylarimiz, juda ham zo'r Xitoy aboylar, moyishi bemalol artib ishlasangiz bo'ladi. Endi kafellarcha hozirgi kunda. Kafellar 100 mingdan bosib beryapmiz 1 kvadrat metr 100 ming so'mdan. Endi mana bu polni o'rniga laminat parket bo'ladigan bo'lsa, nalinnoy poli bilan ichida 50 ming so'mdan yopishtirib beramiz nimani? Laminat. Aha, 50 ming so'mdan kvadratini qilib berishar ekan. Endi qisqacha qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Xizmatlar qayerlargacha? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy Toshkent bo'ylab xizmat ko'rsatilar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar qadrdonlar, qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli qilib ma'lumotini berdik. Jaydari bola kanaliga bitta laykni bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarga kerakli videolarni chiqarishda davom etamiz.